Akalar shu obyekt uchun santexnika ataplaniya ishlariga nech pul ketgan birinchi tepaga shuni sizlarga birma-bir aytib o'taman. Bu obyektimiz uchun 18 million so'm pul ketgan, 150 kvadrat. Bu joyda nima ishlab bo'lgan? Ko'chadan bitta vodoprovod olib kirganmiz, suv. Uy podvaliga. Bu joyga bitta palif uchun turba chiqarib berganmiz. Tashqaridan kirilganda bu joyga bitta rakivina uchun suv, sovuq suv kanalizatsiyalarini chiqarib berganmiz. Ichkarida bo'lgan ishlarni ham birma-bir tushuntirib o'taman. Ikkita kirish, koridorga ikkili penetlik tashab, to'pli pol qilib berganmiz. Bu xonamizga ikkita radiator montaj qilib berganmiz. Ikkita koridor, ikkita sanuzelga to'pli pol qilib berganmiz. Boshqa hamma xonalarimiz radiator bilan isiydi. Keyingi xonamiz uchun ikkita radiatorga joy tashab montaj qilib berganmiz. Birinchi sanuzel tahoratxona uchun joy qilib berganmiz. Smesитель o'ng tomonda turadi, jo'rmaga chap tomonda o'rtaga tushadi suv. Keyingisi dush, undan yonda unitaz uchun joy qilib berganmiz. Klient xohishdan kelib chiqib. Ishimiz juda sifatli chiqqan, o'zingizga ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonamiz kuxna. Kuxna uchun ham radiatorga joy chiqarib berganmiz. Podaj obratga diagonal. O'zimiz razmirli qo'yib suvat qo'yganmiz. Moyka uchun joy chiqarib berganmiz. Issiq suv, sovuq suv kanalizatsiya. Kanalizatsiyamiz shu joyda 50 bo'lgan. Qolgan ponni shibini tagidan 100 diametrda tortganmiz. Bu joyda bu xona uchun bitta radiatorga joy chiqarib berganmiz. Truba trassalarimiz shu ko'rinishda. Kotelniga o'tib, video davomida uni ham ko'rsataman. Keyingi mana ikkinchi koridorimiz. Bu joy ham shakilni 15 xil to'pli pol qilib berganmiz. Bu xonamiz uchun bitta radiatorga joy chiqarib berganmiz. Ichkarida bitta mana spalni uchun ham bitta radiatorga joy chiqarib berganmiz. Bu ikkinchi sanuzel. Bu sanuzelda ham birinchi ko'rsatgan sanuzel bilan proyektda bir xil. Uy orqa tomonida bo'lgan kanalizatsiya ishlarini ham o'tib ko'rsataman. Bu birinchi sanuzel, bu ikkinchi sanuzel. 100 kanalizatsiyalarini tortib, kolosga tushirib o'rganmiz. Bu joyimiz kotelni. Kotelni uchun ham bitta trapga turba tashab berganmiz. Kotel shu joyga o'rnatib, sistemani shu joyga tirib yuboramiz. Turbalarimiz bir-biriga primishka qilib qo'yganmiz. Havoni podvaldan qamaganmiz. Bu mana 50 diametrda tashqariga qo'yilgan rakivinani kanalizatsiyasi. Hozir podvalda bo'lgan ishlarni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana tashqi bo'lganligi uchun o'zimiz meksik turbalarda ishlatganmiz. Mana idealniy bo'lib turibdi. Bu joyga bitta bir tonnali basho uстановка qilamiz. Sistemaga общий 4 atmosfera havo qamab qo'yganmiz. Bu palif uchun turbamiz, bunisi ko'chadan kirib kelish suv. Qanaqa material ishlatganmiz, kanalizatsiya, uni ham hozir kutib ko'rsataman. Klient xohishdan kelib chiqib, Ostendorf turbalarda ishlatganmiz. Buni ko'pchilik biladi. Ancha baquvvat. Uncha-munchaga sinmaydi. Kimgadir shunaqa sifatli santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Obyektivni hisob-kitoblarga asoslangan holda bitirib beramiz. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, akalar like bosib, tanishinglarga shu videoni tashlab qo'yinglar.